Assalomu alaykum ko'pchilik, yaxshimisizlar? Yaqinda men o'qigan bir kitobda Uyg'urlar to'g'risida xeyli ko'p mazmunlar menga uchirdi va alohida ta'sir qildi. Bu mazmunlarni sizlar bilan o'rtoqlash maqsadida bugun men bu filmni ishlab o'tiribdiman. Bu kitobning ismi nima deb so'rasanglar, bu kitobning ismi Never Give an Inch Fighting for the America I Love. Hergizmi yo'l qo'ymang, men söygen Amerika üçün köreş. Abdori Mike Pompeo. Yani Mike Pompeo Amerika'nın 70. nöbetlik devlet işleri katibi. Yani 2018 yılından 2021 yılı 1. ayının 20. günüge kadar Amerika devlet işleri katibi bulup hizmet kılgan ve 2017'den 2018'ge kadar Amerika Merkezi Axbarat İdarəsinin başlığılıq vəzifəsini ötəgən kişi. Bu kitap ne qısqaça tanıştırıb etsem, hem de mən sözləydiğən Uyğurlar toğrusudakı məzmununu sözləşinin aldıra. Bu kitap 2023 yılı 1. ayda nəşrdən çıxıb tarqıtılğan. Kitapninki uzunluğu 417-18 bət ətrafıda, yani 400 bətdən artıq. Asaslık məzmunu şu yani Mike Pompeo, yani Amerika'nın Devlet İşleri Baş Katibi, yani ilgirki Devlet İşleri Baş Katibinin şu özünün Merkezi Axbarat İdarəsinin başlığı ve Devlet İşleri Baş Katibi buluş jarayonida, yani 2017 yıldan 2021 yıla kadar asaslıklarında Amerika'nınki çoğun yani siyasetçisi buluş sübütü bilen özünün beşinin ötkenlerini yazgan. Yazış jarayonida bu kitapta en kamida 6 bet etrafıda Uyg'urlar to'g'risida mazmun uchraydi. Yani demek 1,5%. En kamida 6 bet. 6 betden 8 betgacha, yani 1%dan 2%gachilik mazmun bu kitapdagi Uyg'urlar haqida. Yani diqqat qilgan yerim, hamda bu kitapda Uyg'urlardan boshqa, masalan, Tibet, Hong Kong, Tayvan qatorliq rayonlar to'g'risidami sözlegen, lekin Uyg'urlar haqida sözlegandek, yani yozilgandek ko'p emas. Bu kitapni o'qish jarayonida men shu bir qator Uyg'urlar to'g'risida o'qirmanlarga yozgan, yani Mike Pompeo'ninki mazmunlarini alohida diqqat bilan o'qib chiqdim. Ham bugun mana bu filmda ko'pchilik bilan mushu mazmunlarni qisqacha o'rtoqlashmoqchiman. Hamda cho'ng mazmun, yani Uyg'urlar to'g'risida 210 betdan 212 betgachilik uchraydi-da. Hamda buningda bir 4-5 abzas mazmunda Mike Pompeo Uyg'urlar haqida, yani Uyg'urlarning beshiga kelgan kulfatlarni so'zlash bilan birga oxirida bir so'zlagan nuqtasi nima deganda, yani Uyg'urlarningki beshiga kelgan kulfatni anglatish yoki Uyg'urlarning beshiga kelgan kulfatni xalqaro sahnada yoritish Amerikaning oldingi o'rinda turadigan asosliq tashqi ishlar siyosatiga aylanganligidan iborat shu vaqtdagi shundoq bir jumlani o'ttirib qo'ydi. Bu alohida diqqat qilishga tegishli bir mazmun. Yani mundaq bir deydi inglizchada, shedding light on the plight of the Uyghurs would henceforth be a major American foreign policy. Yani demekçi, men bayatım degandek, yani Uyg'urlarning beshiga kelgan kulfatni yoritib berish Amerika'nın tashqi ishlar siyosati, yani Amerika'nın asosli tashqi ishlar, yani Amerika'nın oldingi o'rinda turadigan asosli tashqi ishlar siyosatiga aylangan degan gapni deydi. Endi asosli Mike Pompeo o'qirmanlarga Uyg'urlar to'g'risida, yani Uyg'urlarni tushuntirib Uyg'urlar to'g'risida so'zlaydi. Yani so'zlagan vaqtda mundaq bir jumla bilan deydi. Beshira bu Uyg'urlarning beshiga kelgan kulfatning
21 asrdagi eng ig'ir shu diniy erkinlik krizisi ekanligini deydi hamda Uyg'urlarning bir tinchlikparvar peaceful deydi, religious minority group deydi. Tinchlikparvar yani tinchlikparvar diniy bir asalliq gruppa ekanligini deydi. Yani shundoq deydi. Uyg'urlar to'g'risida bir qator tushuncha bergandan keyin Mike Pompeo yani 2014-yildan tortib Xitoy Kommunistik Partiyasi bosh sekretari Xi Jinpingning o'zining shaxsan buyruq tushirib Uyg'urlarni bostirganligini so'zlab o'tdi. Va shundaqla 2017-yil 4-oydan tortib Xitoy Kommunistik Partiyasining yani davlat bexatarligini bahona qilib turib Uyg'urlarga qarata rahimsizlarcha bostirish ilib borganligini tushundirdi. Mike Pompeo kitobida o'zining 2019-yilidagi xalqaro diniy erkinlik yig'inida so'zlagan nutqida Uyg'urlarning beshiga kelgan bu kulpatni, ya'ni Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qarata ilib borgan rahimsizlarcha bostirishini bu 21-asrdagi bir dog' deb ifodalaganligini tasvirlab o'tdi. Shundaqla Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarni bu rahimsizlarcha bostirishini George Orwell'ning 1984 degan romandagi tasvirlangan tasvirlarga o'xshatdi. Arqadan yana Mike Pompeo 2000 kitobida shu 2019-yildan e'tiboran toki 2021-yilning boshlariga qadar har qanday vaqtda boshqa davlatning rahbarlari bilan ko'rishganda shu Uyg'urlarningki beshiga kelgan kulpat va Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarni bostirayotganligidan iborat reallikni boshqa davlat rahbarlari bilan paranglashganda shuningga qandaq taqobil turish va Xitoydan buning so'riqini ilish to'g'risida o'zining doim buni bosh tema qilib paranglashganligini o'tirib qo'ygan. Mike Pompeo yani 3 nuqtadan o'zining ko'nglining yerim bo'lganligini kitobida tasvirlab mundaq degan. Yani musulmon asosliq nüfusini egallagan davlatlar, islom hamkorlik tashkiloti qatorliqlar Xitoyning bu jinoiy, yani Uyg'urlarga ilib borgan bu jinoyatga qarshi gap qilishni xohlamadi deydi. Va shundaqla 2019-yil 7-oyda Xitoyning yolg'on yovdaq gaplari, ya'ni Uyg'urlar to'g'risida qilgan yolg'on gaplari, ya'ni biz shuna terrorizmga qarshi harakat ilib beryapmiz, davlatning bexatarligi uchun degandek yolg'on gaplariga ovoz qo'shib shundoq Birlashgan Davlatlar Tashkilotida yozilgan shu xatga imzo qo'yganligini so'zlab o'tdi. Ikkinchi ko'ngil yerim bo'lgan nuqta g'arbdagi cho'ng shirkatlar o'zining shirkatlarining manfaati uchun bu Xitoyning Uyg'urlarga qarata ilib borgan jinoyatlari to'g'risida jim turganligini so'zlab o'tdi. Shuning bilan uchinchi nuqtadan shu uchinchi tarafdan Mike Pompeo kitobida ko'ngil yerim bo'lgan yana uchinchi nuqta yani Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres bilan 2019-yili ko'rishgan vaqtda bu Uyg'urlar masalasini tilga ilib Mike Pompeo uning shundoq degan, ya'ni bu Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga ilib berayotgan bu bostirishi natsistlar
yani 3. imperiyanın yani Gitleri, natsistlerinin elip bağın yani Yahudilağı elip bağın bastırışıga yıkılışıp kaldı. Siz bununla qarta özünüzninki şu Birleşken Devletler Teşkilatı'daki küçüğünüz bilen bir iş qilishiniz kerak degan vaqtida bu Antonio Guterres, Mike Pompeo'nun bu o'tirib qo'ygan bu temasiga, bu gapiga qarta gapni boshqa tarafga ilib berib, Xitoyning bu yeshil ul muassasa qurilishi programmasining taraqqiy qilayotgan davlatlarga ilib kelgan foydasi to'g'risida so'zlab chiqib ketganda, shuning bilan bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın katibining amaliyotda o'zining majburiyatini, mas'uliyatini faqatla ado qilmaganligini ayiblagan bu kitobida. Ham shundaqla agar bu Xitoy bo'lmay Amerika, ya'ni Birleşken Devletler Teşkilatı, Isroiliya yoki Sudan qatorliq davlatlar bo'lgan bo'lsa, bu Antonio Guterres birdamning ichida bir komitet tashkillab bunga qarshilik ko'rsatib harakat qilgan bo'ladi. Lekin Xitoy bo'lganligi uchun bu ya'ni Xitoyga qarata jimtudi deb ayiblash ilib borgan. 307 va 308 batlar bo'lsa Mike Pompeo, ya'ni bu Trump hakimiyeti davrida Mike Pompeo shu vaqtda huquq tutgan ya'ni davlat ishlari katibi bo'lgan shaxs bo'lish sifati bilan, ya'ni 2021 yılı 1. ayının 19. günü, yani en ahirki yani günü 1. ayının 20. günü, yani şu bir gün kalgan vakitte Xitoy hakimiyetinin Uygurlarga elip bağan bu cinayeti, yani Uygurlarga elip bağan bu cinayetlerini yani irqiy qirg'inchilik deb bekitib, yani Amerika davlati shundoq bekitib jakarlagan, yani şu Mike Pompeo'ninki davlat ishlari katibi bo'lish vazifasi tugashga bir qancha soat qolgan vaqtda shuni jakarlab, shu vazifasidan vazifasi tuganda 1. ayının 20. günü shu vazifasi tugan vaqtda Xitoy hokimiyati Mike Pompeo qatorliq 20 dan ortiq shu Mike Pompeo'ning atrofida davlat işleri bölümünde yani ministerlikide Amerika'nın işleyen 20'den artık şu vakitte hukuk tutkan şu Uygurlar siyaseti bilen münasebetlik boğan Amerika-Xitoy münasebetide mühim rol oynayan şahıslarga yani Xitoy iqtisadi embargosini, iqtisadi cheklashni jakarlaganligini hamda shu orqali bu Biden hükümetide şu Mike Pompeo'ga o'xshash huquq tutadigan kishilarga Xitoyning bir signalni berganligi, ya'ni Uyg'urlar to'g'risida jiq Mike Pompeo'ga o'xshash jiq gapirma, bo'lmasa sening oqibatingmi keyingi vaqtlarda shundoq bo'ladi deganligidan iborat bir signalni berganligini Mike Pompeo qayd qilib o'tganda, onundan başqa yana bu kitapta ben bayatın degan 210, 11, 12 batlar hem şundaqla 307 ve 308 batlarda Uyg'urlar to'g'risida shu mazmunlarni so'zlashdan başqa yana bu kitapta Xitoy hakimiyeti to'g'risida so'zlangan nurg'un mazmunlarni Uyg'urlar to'g'risida nurg'un kichik abzaslar, kichik qurlar uchraydi. Demak bu kitap bayatın deyilgandek bu 2023 yılında hazır en yaxshi setilgan kitaplarning biri Amerikadagi. Shundaqla Uyg'urlar to'g'risida alohida to'xtalgan Amerika tashqi ishlar siyosatida Uyg'urlarning o'rni qandaq bo'lganligi tafsili so'zlangan bir kitap. Agar shunga o'xshash mazmunlarga, texnik ko'p mazmunlarga qiziqsanglar, bu filmga yurak berishni va so'z qoldirishni unutib qolmanglar. Kelar qitimliq filmni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.